clothes today. Qarang demoqchi, kim decide degan qaror qilmoqda. Kim kiyim kiyishga qaror qilibdi bugun demoqchi. Kiyimni ustidan kulmoqchi. Personal insult not working. Yani demoqchiki, shaxsiy ustidan kulish yoki bo'lmasa shaxsiy haqorat ishlamayapti demoqchi. I'm ignoring you. Men seni e'tiborsiz qoldiryapman. I said Men senga aytdim demoqchi. I'm ignoring you. Stop ignoring me, ignoring you. Endi buni jahli chiqib ketib qolyapti. Beparvo qoldirishni to'xtat demoqchi. Zo'r kommentariy yozib qo'yibdi. Bu aytmoqchiki, eng effektiv yo'l bu demoqchi. Deal with degan hal qilish. Ayollar bilan bir narsani hal qilish, misol uchun muammo demoqchi. Oxirida BTV yozib qo'yib ko'rsam, bu qisqartma o'zi aslida by the way degan, ya'ni aytmoqchi degandek. Mana bu ham zo'r narsa yozib qo'yibdi, aytmoqchiki, bee'tibor qoldirish bu sovuqqonlik emas, deyapti. Buni ma'nosi energiyani to'plash, deyapti, muhimroq bo'lgan masalalarga.